Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari g'oyasini keng targ'ib etish, jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish hamda Surxondaryo viloyatidagi tarixiy qadamjolarni o'rganish maqsadida Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabalari o'rtasida sayohatchi talabalar klubini tashkil etish yuzasidan qo'shma dastur tasdiqlandi. Dastur doirasida sayohatchi talabalar klubi a'zolari ishtirokida tashkiliy yig'ilish bo'lib o'tdi. Mazkur qo'shma dastur ijrosi yuzasidan Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi ma'muriy binosida Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabalari o'rtasida sayohatchi talabalar klubi a'zolari ishtirokida tashkiliy yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish davomida Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti dekan o'rinbosari Abduhakim Bo'ronov, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi bo'linma boshlig'i Farruh Qodirov hamda Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti o'qituvchisi Shuhrat Ernazarovlar ishtirok etishdi. Tadbir davomida viloyatda turizm xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar yuzasidan axborot berilib, kelgusida hamkorlikda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar haqida kelishib olindi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hamda Termiz davlat universiteti rektori hamkorlikda imzolagan memorandum doirasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi hamda Termiz davlat universiteti hamkorligidagi qo'shma reja imzolandi. Ushbu qo'shma reja doirasida Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabalari o'rtasida sayohatchi talabalar klubi tashkil etildi. Ushbu klub a'zolari tomonidan Surxondaryo viloyatida joylashgan tarixiy qadamjolarga tashrif buyurishlari orqali, demak, ushbu tarixiy qadamjolarni tarixlarini o'rganish, kelib chiqishlari va ushbu obyektlarda aksiyalar, Yashil makon prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan Yashil makon aksiyalarini o'tkazish orqali joylarda ekologik harakatlarini, tozalikka e'tibor berishni namuna bo'lishga chorlaganmiz. O'ylaymanki, bu birinchi bosqich hisoblanadi. Surxondaryo viloyati miqyosida o'tkaziladigan ushbu tadbirlar kelgusida respublika miqyosida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu qo'shma dastur hamkorlikning birinchi bosqichi sifatida e'tirof etilib, kelgusida nafaqat Surxondaryo viloyatidagi tarixiy qadamjolar, balki Samarqand, Buxoro va Xorazm viloyatlaridagi madaniy meros obyektlariga ham tashriflarni amalga oshirish ko'zda tutilgani ta'kidlandi. Ushbu memorandumni imzolashdan maqsad shu ichki ishlar bilan hamkorlikda o'rnatish, qolaversa shu turizm sohasini rivojlantirish hamda ushbu sohaga qiziqqan talabalar orasidan zaxiralar yaratish hamda turizm sohasini rivojlantirish, sayyohlar oqimini yanada ko'paytirishga katta hissasini qo'shadi. Mutasaddilar ta'kidlaganidek, bunday tashabbuslar yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga, sog'lom fikrlashga, bunyodkorlik va vatanparvarlik ruhida yashashga undaydi. Zero bugungi kun talabasi nafaqat bilimli, balki faol, izlanuvchan va o'z kelajagi uchun mas'uliyatli ham bo'lishi zarur. Ushbu memorandumni imzolashdan maqsad talabalar o'rtasida, ya'ni tarixiy madaniy joylarda yanada rivojlantirish, tarixiy madaniy joylar bilan tanishish dasturi amalga oshirilmoqda hamda Termiz davlat universiteti yuridik fakulteti talabalari o'rtasida sayohatchilar klubi tashkil etildi. Aziza Islomova, Xolmat Ne'matullayev tafsilot informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.